Bugun ertalab tongda o'qiladigan muborak bir duoni e'tiboringizga havola qilamiz. Bu duoning fazilati haqida shunday yoziladi. Man qalahu sabahan wakkalallahu ta'ala bihi 70,000 malakin yusalluna alayhi ay yad'una lahu hatta yumsa. Va in mata fi dhalika al-yawm mata shahidan. Kimki bu duoni saharlab o'qisa, Alloh unga 70,000 farishtani vakil qilib qo'yadi. Ular o'qigan kishi haqqiga to kechga qadar duoyu xayr qilib turadilar. Shu kuni olamdan o'tib qolsa, shahidlardan hisoblanadi. Demak, kuchli himoya hosil bo'lib, sehr va ko'z hasadni to'sib turadi. Marhamat Allohning ko'rinmas nurlardan yaratgan qo'shinlari bilan himoyalanib boring. Bu kun zolim insonlar ham sizga yomonlik qilishga qo'llari bormay qoladi. Ba'zilar jin va sehrdan qattiq aziyat chekib turgan vaqtlarida domla buncha mashaqqat nima uchun deya so'raydilar. Biz ularga aytamiz: bolgarka bilan temir kesayotgan ustangizga ko'z oynakni muhayyo qilib bersangiz, u beparvo bo'lib oynaksiz kesib, ko'ziga temir zarrasi kirsa, ayb sizdami yoki o'zidami? Albatta tayyor turgan narsadan foydalanmagan hisobidan ayb o'zida bo'lib qolaveradi. Jumladan yaratuvchi bandasi uchun xavflarni joriy qilib, undan himoyalanish uchun oson bir narsa o'ziga murojaat qilib turish duolarini e'lon qildirib qo'ydi. Hatto qancha qo'riqchi bo'lishigacha aytib qo'ygan. Demak, bu o'rinda ham ayb o'zimizda bo'ladi. Bizga oddiy bo'lib ko'ringan yaratuvchiga bog'lanib turishimiz aslida bu hayotning o'zaga hisoblanadi. Bu yerlarda yurishimizdan ham bosh g'oya shu edi. Afsus, bundan ko'pchiligimiz g'ofilmiz. Demak, erta tong turib ibodat qilib, ortidan shu kunni barakotli va yomonliklardan himoyali kun bo'lishini so'rab duo qilib qo'yishimiz ko'p ofatlarni qaytishiga kafolatdir. Duo budir. Bismillahirrohmanirrohim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sha'ni kullahu va la takilni ila nafsi tarfata ayn. Bu duoni bomdod namozidan so'ng 3 marta o'qiladi. Shuning bilan bu kun barakotli, ofatlardan himoyali bir kun bo'ladi, inshaalloh taala.